hamda 24-noyabr kunlari Muqomlar san'atimiz gultoji nomli Uyg'ur 12 muqomiga bag'ishlangan xalqaro forum bo'lib o'tadi. Forum doirasida 24-noyabr kuni soat 18:00 da muhtasham Hilton mehmonxonasi katta zalida Muqom navosi nomli xalqaro konsertiga sizni taklif qilamiz. Konsert dasturida Uyg'ur xalq san'atkori Gulziraxon Ablat rahbarligidagi O'zbekiston Uyg'ur muqom ansambli, O'zbekiston va Qoraqalpog'iston xalq artisti Abduhoshim Ismoilov rahbarligida Yunus Rajabiy nomidagi maqom ansambli, Turkiya xalq muqom san'atkori Çedan Gordal va Can Gordal hasret çektim. Yani sağındım. Sensiz bana bu canı cihan zerre değer mi? Avstraliya Uyg'ur muqom ansambli rahbari Shuhrat Tursun Shabistonu saharlarda mushavra Qozog'iston
Respublikasi muqom ansambli san'atkorlari va Barno raqs ansambli. Germaniya Uyg'ur muqom operachisi Mehribon Zokir. O'zbekiston va Qoraqalpog'iston xalq artisti Muyassar Razzoqova. Shuningdek, xorij va O'zbekiston san'atkorlari ishtirok etadi. Sizni musiqa kechamizda kutib qolamiz. Har pore ko'zamsan